Hammaga xayrli kun. Bugun Recon Engine'ga atalgan ikkinchi darsimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi darsda biz Recon Engine asosan introduction, ya'ni kirish qismini ko'rib chiqdik va kirish qismida Recon Engine nima va u nimaga xizmat qiladi va u qayerdan kelib chiqqan, qanaqa modullari bor, yuzaki ko'rib chiqqan bo'ldik va hozir esa biz asosan Recon Engine sintaksisi bilan tanishamiz. Ya'ni Recon Engine'da biz qanaqa komandalarni kiritamiz va Recon Engine ishlatish davomida bizda asosan bizga qaysi modullar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Aynan shu modullar bilan biz hozir tanishib chiqamiz. Buning uchun biz oldin Recon Engine'ga kirib olamiz. Xo'sh, kirib oldik. Endi biz asosan kirganimizdan keyin help bilan Recon Engine bizga aynan qanaqa komandalarni taqdim eta olishini ko'rib olishimiz mumkin. Misol uchun help yozganimizdan keyin ko'rib turganlaridek bizga bir qancha list chiqazib berdi, qaysiki bu komandalar. Endi komandalar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Eng tepasida ko'rib turganlaridek bu back, ya'ni orqaga degani. Bu backni biz asosan qachon ishlatamiz? Modullar bilan ishlayotgan paytimizda buni ham bir martalab ko'rib o'tamiz. Biz qaysidir modulni ishlatish uchun uni tanlasak va ishlatib bo'lib u moduldan chiqib ketmoqchi bo'lsak, asosan aynan mana shu back funksiyasini ishlatamiz. Misol uchun modules. Menda modullarimiz bor edi. Sizlarga bitta example qilib ko'rsatib beraman. Modules source, okay. Ko'rib turganingdek biz hozir modulni o'zimizga load qilib oldik. Ya'ni modulni ishlatish uchun tanlab oldik. Aynan o'shani hisobiga mana bu joyda modulni ismi paydo bo'ldi. Va tasavvur qiling, biz modulni ishlatib bo'ldik va endi biz modulni orqasiga qaytib boshqa modulni tanlamoqchimiz. Aynan shu vaqtda backga bosamiz va asosiy profilga o'tadi. Ya'ni moduldan chiqadi va asosiy oynamizga yoki asosiy komandning strokamizga biz qaytib kelamiz. Va shu orqali biz back bilan ishlatishimiz mumkin. Va ikkinchisi bo'lsa dashboard. Dashboard asosan siz hali hech qanaqa operatsiya yoki skanning qilmagan bo'lsangiz, dashboard yozadigan bo'lsangiz, sizga hech narsa ko'rsatmaydi. Nega? Dashboardda asosan biza shu kungacha bo'lgan yoki mana shu Recon Engine'ni ochib, hozirgi vaqtgacha bo'lgan qanaqa operatsiya qilgan bo'lsak, aynan o'shalarni ko'rsatib beradi. Misol uchun, men Recon Engine ochganimdan keyin bir martalab Hacker Target'da ishlatganman. Hacker Target modulini ishlatganman va Hacker Target modulidan menga olib chiqilgan rezultat faqatgina bittani host bor. Ya'ni hostni topgan va hostni tablitsaga joylagan. Men bitta ko'rib turgan hamma spiskadagi narsa bu alohida tablitsalar va ularni hozir databasega kelganimizda ko'rib chiqamiz. Va dashboarddan asosiy maqsad shu kungacha yoki shu vaqtgacha qilingan rezultatlarimizni chiqazib ko'rsatib beradi. Va bunisi database va nihoyat. Databaseni bosadigan bo'lsangiz, database bilan biz aynan qanaqa operatsiya qilishimizni bitta spiskada ko'rsatib beradi. List chiqazib beradi. Misol uchun o'chirish, delete, insert, notes, query, schema. Misol uchun biz asosan database sal chuqurroq bo'lgan hisobiga uni keyingi darsga qoldiramiz, чтобы yana to'liqroq tushuntirishimiz uchun. Lekin hozir overall yuzaki ko'rinishni ko'rib ketishimiz uchun DB schemani ko'rib o'qamiz. DB schemani yozadigan bo'lsak, bizga tablitsa va tablitsada aynan qanaqa yacheykalar borligini ko'rsatib beradi. Misol uchun domains tablitsasini ko'radigan bo'lsak, yerda domain nomi, nodes va modul bor. Misol uchun show domain. Show domain bo'lsa kerak. Show domains qildik. Domains ichida hech narsa bo'lmaganini hisobiga bizga hech narsa chiqazib bermadi. Endi show hosts qilamiz. Lekin hostsda bo'lgan bo'lsa, bizda o'sha informatsiya bor. Nega dashboardda ko'rganinglardek bitta hostda bizda host bor, qaysiki biz skan qilganimiz. Aynan o'sha host bu yerdagi tablitsaga yozilgan va tablitsani ichidan biz uni bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Aynan qanaqa host, qaysi modul orqali biz uni tekshirganmiz.
Endi keyingisi exit help index. Bular oddiy funksiyalar. Bularga chuqur kirish shart emas va undan keyingisi keys. Keys bu asosan third party application yoki programmada ishlatiladi. Ya'ni biz hozir marketplace dan ko'rsatib beraman. Misol uchun, ko'rib turganinglardek, biz marketplace dan modul qidiradigan bo'lsak, bizga har xil modulni qilib beradi. Agar biror narsa tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, buni prosta o'tkazib olsanglar bo'ladi. Ya'ni keyinchalik marketplace to'g'risida chuqurroq kirib o'tamiz. Men prosta hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam key, ya'ni kalitlar. Marketplace da biz har qanaqa modul qidirganimizda shu narsaga ahamiyat berishimiz kerakki, mana bu yerda eng oxirgi yacheykasida key degan alfabet harfi bor va o'sha yerda agarda yulduzcha turgan bo'lsa, bu degani biz third party API ga olishimiz kerak. Agarda biz third party API ga olib, ya'ni o'sha kalitni olib, mana shu modulni kalitini olib, biz o'zimizga qo'shmaydigan bo'lsak, biz bu modulni ishlata olmaymiz va bizga foydali rezultat bermaydi. O'shaning hisobiga har qanaqa modulni olishdan yoki ishlatishdan oldin aynan mana shu keyga e'tibor berishimiz kerak va keysini olib iloji boricha qo'shib qo'yishimiz kerak. Misol uchun keys listni olsam, hozir bizda hech narsa yo'q, yoki men hali key qo'shganim yo'q va har qanaqa key talab qiladigan modul bo'ladigan bo'lsa, modul darsida xudo xolasa uni ko'rib o'tamiz va kalitni qanaqa qo'shish va kalit qo'shgandan keyin modulni qanaqa ishlatish bo'yicha yana ko'rib chiqamiz. Va endi keyingi application o'tadigan bo'lsak, endi marketplace bilan modules. Marketplace bilan modulesda asosan bular bir-biriga bog'liq narsa. Ya'ni marketplace da biz asosan modulni qidiramiz. Xuddi hozir qidirib ko'rganimizdek, mana marketplace search enumeration deb yozdim va enumerationga aloqador bo'lgan har qanaqa modulni menga chiqazib beradi. Va modulesda bo'lsa, bizda hozir uстановка qilingan, ya'ni marketplace dan o'sha bizni kompyuterimizga, ya'ni Recon Engine databazasiga uстановка qilgan modullarimizni ko'rsak bo'ladi. Modul search. Mana ko'rib turganlaridek, bizda faqat ikkita modul bor. Ya'ni Bing Domain Web subdomain qidiradigan va hacker target. O'shaning hisobiga modul search qilgan paytimda menga faqat ikki dona modul chiqazib berdi, yoki bazada borini ko'rsatib berdi. Modulni olish uchun, ya'ni ikkita modul bor va biz bundan bittasini tanlashimiz uchun shunchaki modules load deb bosamiz. Ikkita tab bosadigan bo'lsanglar, aynan mana shu funksiya bilan yana qaysi sub function borligini chiqazib beradi. Ko'rganinglardek, misol uchun modulda 3 ta sub function bor ekan. Loading bor, reloading bor va searching bor. Biz load qilib turib, mana bu modulning nomini to'liq yozadigan bo'lsak, biz bemalol mana shu modulni o'zimizga olamiz va ishlatish, ya'ni ishlatishga tayyor qilib olsak bo'ladi bemalol. Mana hacker target qilsak, o'sha bizda o'zgardi. Ya'ni modul bizga ishlatishga tayyorlanganini ko'rsatadigan belgi aynan mana shu yozuv bo'ladi. Ya'ni modul load qilganimizdan keyin, загрузить qilgandan keyin aynan shu modulning nomi paydo bo'lib qolishi kerak. Va keyingi esa options. Как раз mana shu options modulga aloqador funksiya. Neki optionsda biz asosan modulni o'zimizga загрузить qilganimizdan keyin biz modul настройка qilishimiz kerak. Misol uchun options list qiladigan bo'lsak, options umumiy funksiyalardan bittasi, ya'ni общий funksiyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, list, set, unset. Ya'ni list bu mana shu modulda aynan qanaqa настройкалар bor va aynan nimani настройка qilishimiz kerak. O'shani ko'rsatib beradi. Set bilan unset aynan o'sha настройкаларni biz qiymatini belgilashimizga yordam beradi. Misol uchun options list qiladigan bo'lsak, aynan hacker target modulida nima настройкani biz qilishimiz kerak bo'lsa, o'shani ko'rsatib beradi. Misol uchun source bor ekan. Ya'ni source bizni qaysi veb-saytda yoki qaysi API ga yoki qaysi IP adresni skan qilmoqchimiz. Aynan mana shu source da biz o'shani belgilashimiz kerak. Misol uchun men oldin CyberDope ni belgiladim. CyberDope bu o'zimizning veb-sayt, qaysiki o'zimiz blog yozish ishlatadigan veb-saytimiz.
aynan o'shani hisobiga skan qilayotgan paytimda server dopini belgiladim. Misol uchun bu yerga biza Google belgilasak ham bo'ladi bemalol va uning uchun options set source google.com va mana endi ko'rib turgan edik, source'imiz endi o'zgardi. Agar men hozir run qiladigan bo'lsam, bu Google'da o'sha skan qilishni boshlaydi va Google'dan topgan ma'lumotini olib borib dashboarddagi databazadagi o'ziga mos kelgan tablitsaga borib joylaydi. Tak, ozgina kuchga to'g'ri keladi menimcha. Scanning tugashigacha. Okey. Bunda ishlamadi. Va bitta narsani e'tiborga olish kerak. Bu modullarni hammasi har xil yillarda ishlab chiqarilgan va qo'shilgan. O'shaning hisobiga biron bir modul ishlatmoqchi bo'lsangiz, u modul ishlamasligi mumkin. Neki aynan u modul ishlagan kamchiliklar yoki o'sha zaifliklar allaqachon yo'qotilgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning hisobiga ba'zida modullar ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun ham juda ham ko'p modullar bor va o'shandan talab ishlaydiganini olib biz ishlatib ko'rishimiz kerak. Va endi bu yerda hozir modulga kirib qo'ydik. Endi moduldan chiqishimiz kerak va eng birinchi ko'rib o'tgan funksiyamiz backga ishlatamiz va moduldan qaytib chiqamiz. Keyingi funksiyani ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, tak, PDB va script. Bu narsalar asosan chuqurroq kirib o'tilgan paytda ko'riladi va o'shaning hisobiga biz keyingi darslarda debugger bilan scriptni ko'rib chiqamiz va hozir bo'lsa shellga o'tamiz. Shellda asosan bizda, misol uchun bilsangiz, terminalga kirgan paytimizda biz istalgan komandani kiritishimiz mumkin, qaysiki terminal bajara oladigan. Lekin biz hozir Recon Engine'ga kirganimizdan keyin biz terminalga kirita oladigan komandamizni kirita olmaymiz. Neki biz hozir Recon Engine interfeysidamiz va u komandani Recon Engine qabul qilmaydi va u komanda bilan nima qilishni bilmaydi. Neki ko'rib turganingizda Recon Engine qabul qilgan komandalar sanoqli. O'shaning hisobiga biz shell ishlatsak bo'ladi. Misol uchun shellda biz qanaqadir ham terminalda qilinishga bo'lgan operatsiyani qilmoqchi bo'lsak, biz chiqib ketib qaytadan kirishimiz shart emas. Shunchaki shell yozamiz va uname. Misol uchun o'sha hozirgi ishlatayotgan OSimiz to'g'risida, operation system to'g'risida ma'lumotimizni olmoqchi bo'lsak, qaytadan shell terminalga chiqib turib va yana qaytib kirish o'rniga neki ancha narsani yo'qotib qo'yamiz, istoriya va hokazolarni. Biz shunchaki shell uname a yokida shell who am I. Ya'ni o'sha shell bilan ishlatadigan bo'lsak, bu xuddi aynan o'zi Recon Engine interfeysidan chiqib turib komandani bajarib va rezultatini bizga shunday olib kirib beradi va biz aynan o'sha holatda birato'la Recon Engine'dan chiqib ketmagan bo'lamiz. Va bu juda ham qulay narsa. Agar nimadir esdan chiqarib qo'ysak, misol uchun IP adres esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsak yokida qanaqadir ham text yokida fayldan ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha tab ochmasdan yokida qaytadan chiqib ketmasdan biz bemalol shell orqali bajarsak bo'ladi. Va snapshots asosan saqlanib qilayotgan paytimizda kerak bo'ladi. Misol uchun biz shu paytgacha shuncha komandani qildik, shuncha scanning qildik va hokazolar qildik va biz shunchaki просто exit qilib chiqib keta olmaymiz. O'shaning hisobiga snapshot ishlatamiz. Tak, snapshots take. Mana snapshots take qildik va bizga shu vaziyatgacha bo'lgan har bitta narsani databazaga o'zi saqlanib qildi. Va snapshots load qiladigan bo'lsak, list. Bizda o'sha snapshotlarni, shu kungacha qilingan snapshotlarning spiskasini chiqarib beradi va shu orqali biz load qilib turib snapshots load qilib turib istalgan snapshotga biz o'tib olsak bo'ladi, bu aynan o'sha joydan davom etib ketish uchun. Va tak, spool keyinroq tushuntiriladi va workspaces. Workspace list. Workspace nimasi bilan qulay? Misol uchun tasavvur qilamiz, bizga ikkita proyekt berildi, yokida ikkita target berildi. Misol uchun bittasi Google, bittasi Yahoo. Ya'ni ikkita veb saytda biz skan qilishimiz kerak.
O'shani hisobiga, misol uchun, biz proyektlarimizdan ajratib olishimiz uchun ham workspace yaratsak bo'ladi. Misol uchun, workspace birinchi workspace'imizni Google qilib yaratdik va ahamiyat bergan bo'lsanglar, defaultdan, ya'ni default bu standart workspace, qaysiki biz har qanaqa narsani bajarsak bo'ladi defaultda va bu kirganingizda sразу kirib ketadigan workspace. Lekin bizga qanaqadir ham asosiy maxsus workspace kerak. Qaysi ish stoli deb ataydigan bo'ladigan bo'lsak, maxsus ish stoli kerak, qaysiki biz u ish stolida faqat Google ga aloqador tasklarni, Google ga aloqador mashqlarni bajaramiz va bizga yana maxsus ish stoli kerak, boshqa ish stoli, qaysiki biz unda faqat YouTube ga aloqador mashqlarni bajaramiz. Aynan mana shu vaqtda biz har xil workspace tuzib turib, workspacelar orqali har xil proyektlarda bemalol ishimizni qilsak bo'ladi. Misol uchun, hozir Google workspace'imiz bor va yana bitta workspace yaratadigan bo'lsak, endi workspace list qilamiz. Ko'rib turganingdek, biz workspace yaratishimiz bilan bu avtomatik o'sha yaratilgan workspace ga o'tib qoladi. Mana shu narsani hisobga olishingiz kerak. Qaysi ishlatgan paytingizda avtomatik o'tib qolgan payqamasdan turib boshqa operatsiyalar bajarib ketilgan bo'lsa, bu eski, ya'ni yangi workspace'da saqlanib qilib boriladi. O'sha hisobiga workspace'larni diqqat bilan almashtirib turish kerak. Workspace list. Ko'rib turganda bizda уже 3 ta workspace bo'ldi. Default, Google va YouTube. Va workspace'larni misol uchun qilib bo'ldik, ishlarimizni bajarib bo'ldik va reportini topshirib bo'ldik. Yoki har qanaqa scanning, penetration testing scan qilgandan keyin biz odatda report topshiramiz, ya'ni отчет. Qaysiki bizga topshiriq bergan kompaniyaga ko'rsatish uchun. O'shanaqa hamma narsani bitirib bo'lganimizdan keyin bizga уже workspace kerak bo'lmasligi mumkin. Aynan shu vaqtda shunchaki workspace delete qilib yuboramiz, bo'ldi. Workspace remove YouTube va workspace list. Mana va oxirida ikkita workspace qoldi. Shu bilan har bitta asosiy funksiyalarni ko'rib chiqdik va keyingi darsdan nasib qilsa уже yana chuqurroq kirishib boshlaymiz va modullar bilan haqiqiy scanning qilishni yana ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat tomosha qilganingiz uchun va keyingi darsda ko'rishguncha.